Assalomu alaykum Milliy show obunachilarimiz. Final xudo xolasa pashti aniq. Videoni oxirigacha ko'ring, aytib o'taman. Yangi kelganlar bo'lsa assalomu alaykum yana bir marta. Finalimizga biletga ulgurasiz. Hozir ayni vaqtda 19 donagina biletimiz qoldi ekan. Arzongina narxda Captiva 5 mashinasi xudo xolasa qo'yilgan. Undan keyingi toychog'imiz esa Cobalt va keyingisi Nexia 3 va 2 dona Spark. Xudo xolasa 5 dona super toychoq xonadoningizga Toyota tarafini olib topshirishga tayyor turibdi. Rossiyada bo'lsangiz 1100 rubl, Qozog'istonda bo'lsangiz esa 7000 tanga, O'zbekistonda bo'lsangiz esa 150 ming so'm. Mana shu nomerga, ekrandagi nomerga hozirning o'zida yozing, 7962 360 2000 ga Telegramdan yozing, uspet qilasiz. Hozir daylivaret yozsangiz ulgurasiz. Omadli bo'lsin, toychoqlar nasib qilib o'tirsin, xudo xolasa. Finalda Toyota tanaqa sizni xursand qiladigan darajada zo'r final o'tsin. Omadli bo'lsin. Demak, Milliy showda xudo xolasa bugunga baribir finalga ulgurmaymiz. Inshaalloh ertaga kechki paytga menimcha finalni bosib boramiz. Buning uchun mana shu qolgan 19 dona bilet tugatishimiz kerak. Har birimiz bitta-bittadan bilet olsak ham hozirning o'zida tugab qoladi. Ya'ni bilet xarid qilgan yurtdoshlarimiz o'zlari bitta-bittadan bilet olsa ham tugab ketadi. Aytmoqchiligim, uspet qiling, addushi omad. So'nggi 19 dona bilet qoldi va biletlar tugagandan keyin biletlarning ro'yxati chiqadi. Kirib обязательно tekshirib oling, o'zingizda biletingiz bormi, yo'qmi? Ko'ngilga, ya'ni yurakka sovuq suv uradi deydi-yu. Aynan shunday qilib olishingizni tavsiya qilamiz va biletlaringiz vaqtida boryaptimi? SMSlarga javob boryaptimi? Shuni ham yozing kommentda. Bu bizga foydada. O'yinimiz chestniku, mana ko'ryapsiz. Boshqa yangi kirgan yurtdoshlarimizga ham ko'rishadi, albatta komment o'qib ko'rishadi va haqiqatdan ham o'yinimiz ishonchliligini ko'rib, guvohi bo'lib, keyin o'yinlarimizda ishtirok etishlari imkoniyati yanada oshadi va mana bu toychoqlarni tezroq sizga egalariga topshiramiz, xudo xolasa. Omad, 19 dona bilet, qolgani ulguring, bosamiz gazini, do'stlarga jo'nating, yaqinlarga jo'nating, ish joyidagilarga ayting, tavsiya qiling va o'yinimizda ishtirokchiga aylanib qoling. Omadli bo'lsin, mashina nasib qilsin.